Xullas kalom, qo'lingizdagi limonlarni limonadga aylantira olsangiz, siz dunyodagi eng baxtli inson bo'la olasiz. Eslayman, bir paytlar hayotim yaxshi emas edi, ahvolim ham yaxshi emas edi. Otamdan ayrildim, keyinchalik esa onamdan ayrildim. Ketma-ket bu ayriliq meni juda charchatgan va tushkunlikka tushirgan edi. Turmushga chiqdim. O'ylardimki, baxtli bo'laman va baxtli hayotdan darak ham yo'q edi. U paytlarda institutda o'qirdim. Ketma-ket imtihonlardan yiqilardim. Turmush o'rtog'imni jahli chiqardi, menga baqirardi. Men esa o'z-o'zimdan qiynalardim. Hayot bunchalik qiyin deb o'ylardim. O'zimga rahmim kelardi. Ko'p yig'lardim. Men o'zimni shu darajada baxtsiz his qilardim. Hatto yashagim ham kelmasdi. Shu bilan men kasallik orttirdim. Yurak ishemiya kasalligi bilan va orttirilgan yurak parogi bilan kasallandim. Vrachlar menga shunday tashxis qo'ygan edi. Men uchun hayot tugagan edi. Bir kuni qo'limga bir kitob tushib qoladi. Bu yerda bir qiz turmushga chiqadi. Uning turmush o'rtog'i harbiy xizmatda bo'lganligi uchun uni UNESCO shtatidagi Maxe va cho'liga harbiy mashg'ulotga jo'natishadi. Qiz ham eri bilan birga ketadi va u yerda kichkinagina bir kulbaga joylashadi va u yer sahroning o'rtasi, u yerda tinimsiz shamol, qum, chang to'zon bo'lib turadigan joy edi. Bu qiz uchun bu cho'l sahro dahshat edi. Kun bo'yi bitta kulbada qolar edi. Turmush o'rtog'i esa kun davomida harbiy mashg'ulotda bo'lar edi. Qiz bu ahvolga chidolmaydi va otasiga xat yozadi. Ota, meni tezda bu yerdan olib keting. Men bu yerda chidolmayman. Bu yerda hamma narsa chang bilan aralashgan. Olayotgan nafasimda ham chang, yeydigan narsamda ham chang. Bu yerdagi shamol hech to'xtamaydi. Bunga chidolmayman, meni olib keting deb xat yozadi. Otasi esa unga 2 qatordan iborat bo'lgan bir maktubni jo'natadi. Bu maktubda shunday yozilgan edi: 2 kishi qamoqxonada panjara ortidan tashqarini kuzatadi. Biri osmondagi yulduzlarni, ikkinchisi esa botqoqni kuzatadi degan 2 qator xat yozib yuboradi. Hayron bo'ladi qiz, qaytib o'qiydi. 2 kishi qamoqxonada panjara ortidan tashqarini kuzatadi. Biri botqoqni kuzatadi, ikkinchisi esa yulduzlarni kuzatadi degan maktubni qayta o'qiydi. Bu qilmishidan qiz uyaladi va nimani kuzatayotganligini tushunib qoladi. Qiz esa yulduzlarni ko'rishni boshlaydi. O'sha yerdagi mahalliy aholi bilan tanishadi. Qarasa, ular juda ham mehribon va juda ham aqlli va unga juda yaqin bo'lishga harakat qilishadi va u yerda qo'l bilan yasagan buyumlarini sayyohlarga bermas edi, lekin bu qizga hamma narsasini ular sovg'a qiladi. Bundan hayratlanadi, chunki u yulduzlarni kuzatishni boshlagan edi. Ha, to'g'ri, Maxe va cho'l o'zgarmadi, u yerdagi hindular ham o'zgarmadi, u yerdagi ob-havo ham o'zgarmadi, lekin bu qiz o'zi o'zgarganligi haqida gapiradi. Keyinchalik esa bu qiz o'sha yerda o'sayotgan mahalliy daraxtlarni, turlarini o'rganib chiqadi va 1000 yil oldin u yerda dengiz bo'lgan va dengiz tubidagi qadimiy chig'anoqlarni olib ular haqida yozishni boshlaydi va bu yerning aholisi-yu hayot tarzini yozishni boshlaydi. U kichkinagina bir kitob yozmoqchi edi, lekin katta romonga aylanadi va u shu yerda birinchi romanini yozishga muvaffaq bo'ladi va keyinchalik u katta bizneslarga asos soladi va 2, 3, 4 va juda ko'p romanlar ham yozadi. Qizning aytishi bo'yicha u yerda qiyinchiliklarni emas, botqoqlarni emas, balki yulduzlarni kuzatdi, ya'ni o'zini qiyinchiliklarni sarguzashtga aylantirdi. Meni ham hayotimni o'zgartirgan mana shu qizning hayotiy voqeasi edi va otasining yozgan 2 qator so'zlari edi. Men ham o'zimni botqog'imni yaratib, ko'zim o'sha botqoqda bo'lgan ekan va hayotimni o'zgartirishga qaror qildim. Hayotimni kuzatishni boshladim. Meni chiroyli oilam, turmush o'rtog'im, farzandlarim borligi, bu meni baxtim ekanligi va qo'limda nimalar borki, men ularni o'zgartira olaman deb o'yladim va hayotim sekin-astalik bilan o'zgarishni boshladi. Haqiqatdan ham kichkinagina qishloqdan hozir juda katta muvaffaqiyatga erishganman. Hozirgi yashayotgan joyim esa Toshkentning markazida yashayapman va yutuqlarim juda ham ko'p. Aslini olganda baxt bu nima? Baxt bu huzur va halovatda emas, baxt bu o'zingiz erishgan g'alabadadir. Ha, hayotingizdagi qiyinchiliklarni yengib o'tib, g'alabaga erishish va uni his qilish bu juda katta, sizni zavqlantiradigan katta baxtdir. Yana ham yorqinroq tushunishingiz uchun yana bir voqeani sizga aytib beraman. Bir fermer yer sotib oladi.
bu yer hamma joyi eman daraxtidan iborat bo'ladi va eman daraxtini qo'parib tashlab u yerdan yangi bir joy ochib yer ekib nimadir qilishni ilojisi bo'lmaydi. Hayron bo'ladi va afsuslanadi shu joyni sotib olgandan keyin. Odamlar uni kuzatishni boshlaydi, lekin bir yerni tozalayman desa u yerda shaqildoq ilonlar to'lib yotgan bo'ladi. Hayron bo'ladi, bir qadam ham tashlab bilmaydi. Lekin bir haftadan keyin haligi fermer shaqildoq ilonlardan konservalar tayyorlashni boshlaydi va ularning zaharini esa odamlarni davolash uchun ishlatadigan dori darmonga aylantiradi va bu fermer dunyodagi eng baxtli va boy fermerga aylanadi. Ya'ni siz miyangizni to'g'ri ishlata olsangiz, o'y hayollaringizni, fikrlaringizni to'g'ri ishlata olsangiz, hayotingizni sarguzashtga aylantirasiz. O'zingizni boy va badavlat qilish va to'g'ri yashash, o'zingizni baxtli qilish imkoniyati sizni o'zingizni qo'lingizda ekanligini sizga tushuntirmoqchiman. Inson hech qachon birovni ayblab baxtli bo'la olmaydi yoki o'zini hayotini yaxshilay bilmaydi. Aybdorlik hissi va aybdorlarni olib tashlab aql bilan ish tutishingiz kerak bo'ladi. Xullas kalom, qo'lingizdagi limonlarni limonadga aylantira olsangiz, siz dunyodagi eng baxtli inson bo'la olasiz. Baxt aslida huzur halovatda emas. Siz qiyinchiliklarni yengib o'tib o'zingiz topadigan g'alabadadir, zavq va shavqdadir. Agar sizni hayotingizda ham qiyinchiliklar bo'lsa-yu, bundan qanday chiqishni bilmayotgan bo'lsangiz, Telegram kanalimda sizga maxsus dars tayyorladim. Videoni pastida havola qo'ydim. Havola orqali esa Telegram kanalimga o'tib oling.